Kvartirangizni shartta sotingda, yig'ib qo'ygan ozgina pulingizni qo'shib, mana shu 2,5 so'tliq high-tech xonadonimizni olsanglar bo'lmaydimi? Qarang, ikkita yonma-yon aka-uka o'zlari uchun sifatli mahsulotlardan bir xil qilib high-tech uy qurishgan ekan. Akalariga ma'lum bir sabab bilan pul kerak bo'lib qolib sotyaptilar. Lekin haqiqatan proyekt bomba. Hovlisi ham kattagina, bemalol ikkita mashina va tapchan yozgi oshxona qilsanglar bo'ladi. Ichkariga kirishimiz bilan kengina xo'l, chap tomonda oshxona uchun bitta xonasi, yonida katta mehmonxonasi va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi hamda kattalar uchun yotoqxona, ichida o'zini yuvinish xonalari ham qilingan. Uyimizning podvoli yaxlit, podvoli bilan qo'shib hisoblaganda umumiy maydoni 400 kvadrat. Ikkinchi qavatida bo'lsa yana 4 ta yotoqxona, 2 ta yuvinish xonalari qilingan. Agarda xohlasangiz 4-qavatiga bemalol terasa qilsanglar ham bo'ladi. Uyimiz 2,5 so'tlik, xonalarning soni 6 ta. Kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsak, svet bilan kanalizatsiyalari shaharnikiga ulangan. Uyimiz mehnat postidan 1 kilometr kirganda joylashgan. Narxi opisaniyada. Uyimiz yoqdimi? Fikringizni izohlarda kutib qolamiz.